qachon deputatlar xalqning talabini ko'rib chiqadi Oliy Majlisda agar. Endi kecha ham aytayapmanda, shubham borda bu deputatlarimizga, o'sha qonunlarni ma'qullayotganlarga shubham bor. Endi to'g'ri, menga aniq isbot yo'q. Isbot bo'lganda ko'rsatdim. Lekin o'ylashimcha, bu faqat meni fikrim. Bularni qilayotgan qilig'idan ochiq oydin bu xalqqa qiyin bo'ladi-yu, bu qonunni ma'qullamasligimiz kerak, narxi oshirmasligimiz kerak deb kamdan kam odam gapiryapti. Oldin gapirayotganlari ham hozir deputatlikdan ketgan. Oldinga mana Kusherbayevlar bor edi, o'sha Bobur degan bola bor edi, adashmasam. Mana tumanlarda deputatlar bor edi, Jahongir, Feruzopa, Olim akalar ham mana deputat bo'lgan. Mana gapiradiganlar hozir birortasi oldin chiqib aktivniy gapiradiganlarni hozir birortasi deputatlikka saylanmagan. Ularni shunday nomzodni ham qo'yishmadi. Men o'zim ham o'zimiz rayonga qo'yib ko'rmoqchi edim. Menikini ham aylantirib yurib chiqarib yuborishdi deputatlikdan. Xullas kalom, deputatlarni boya gap bo'linib qoldi. Xuddi go'yoki meni fikrimcha, xuddi har bir chiqarilayotgan qonunlar ular qanaqadir do'li oladiganga o'xshaydi-da. Shunaqa ko'rinadi menga. Bu meni fikrim prosta. Xuddi shunga o'xshagan ish qilinadi. Endi bizga o'sha muxolifat kerak. Biz aslida mana muxolifat tuzmoqchi bo'lganlarni nima qilishdi? Mana Qidirnazar aka, Allohqulov, bolasi qamoqda, o'zini bor butini olib chiqib ketishdi. Lekin bu yoqda aytishyapti, prezident o'zi aytyapti, bizga muxolifat kerak deyapti. Gap boshqa, endi ish boshqa bo'lib qolyapti-da.